Taşa var mı? Yok. Nima bu-da? Plan bu. Plan BC deydi-ki. Besi. Ha, shunaqa. Mana bu Qarish shahar bor, keyin boshqa joylar borki, mana shu Qashqadaryo ichi qiynalgan anolar, qariyalar uyi, bolalar uyi deganda. Xolis Duo qiling, amin deng. Amin. Islom akamning ishlari yurishib ketsin. Islom akamning ishlari yurishib ketsin. Katta bloger bo'lib ketsin. Yasha ana. Rahmat. Chobani loy toshi. Bor gap bor. Taxtada. Sim bog'lamadinglar. Ziyorat. Oltilik sim keladimi? 2 qavat qilmadinglar. Do'stingga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuldirmada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, jigarlarim, hormaylar ishlar bilan. Charchamasdan ishlab. Sizda ham havas kitobdim, pochcha. Voy. Pochchaqon. Hey. Suring ya. Sur. Ahmad Ahmadovich 150 rubl, Saidjon Soliyevich 100 rubl, Natalya Georgiyevna 99 rubl, Sohibjon Sagdullayevich 100 rubl. Alloh yorug'in. Baqa ko'rdi. Ol senga sarpoy kiydiramiz. Buni qara. Bir vagonki. Buni qara. Ey yashasın Umidjon. Olib keling. Mana sizga bojamga. Mana bojam olib keldilar mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 milliondan podshohi Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Tanijonlaringiz sog'mi, charchamasdan sizlar. Xudo xolasa mana Elparvar otasini umid loyihamizga ham yetib keldik. Sizlar avjida qochasiz kameradan. Ishlar avjida aziz yurtdoshlar, ihson qilganlarga hammalaringizga rahmat. Ihsonlaringizni Alloh huzuriga xayr qabul qilgan bo'lsin. Shuni niyat qilgan bo'lsanglar, har doim niyatlaringizga erishinglar, birlaringizga minglaringizga million bersin. Aziz yurtdoshlar, keyin biletlarimiz, prezilitadan kam biletlarimiz qolgan. Xudo xolasa bilet olish uchun 95 lik kod bilan 458 73 77 raqamlariga Telegramdan aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa shaxsan o'zim biletlaringizni yozib beraman va o'yin ishtirokchisiga aylanasizlar. Keyin aziz yurtdoshlar, bir ikki negativlar ham chiqib qoladi aradan. Umidjonni o'zlaringiz tushunasizlar sharoitini, ahvolini. Shunga o'zimni kiyimlarim bor edi. Bir ikkita kiyilmaydigan o'sha kiyimlarni olib kelgandim Umidjonga deb. Xudo xolasa bitta kiyimga yuribdi. O'zlaringiz noto'g'ri tushunmanglar. Boshqa yangi olib bersang bo'ladi, desanglar ham bo'ladi. Endi sharoitga qarab deydik-a. Xudo xolasa podpishka bo'lib tursanglar aziz yurtdoshlar, zo'r videolarni olib, zo'r videolarni chiqarishga davom etamiz. Like bosinglar, gumillatib video davomida ko'rib borasizlar. Ishlar avjida mana. O'sha qotibdimi deyman, ozroq. Xudo xolasa meniki chotki bo'libdi. Bu tarafi ham bo'lgan. Kecha mana bu nimamiz apalarga ozroq qo'yib yuborganiga tushib ketdi. Formang. Salomat bo'ling. Qandoqsiz? Qanday, zo'rmi? Zo'rmisiz? Qanday mazali? Zo'r, o'zi qanday? Ko'z dolobda. Ko'zni olmasa, o'naman. Qandoqsiz? Zo'rmi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Gapni bosinglar, tez. Ana, like bosinglar. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Ishlar zo'rmi? Xudo xolasa mana ishlar avjida aziz yurtdoshlar. Manaki. Assalomu alaykum. Sherk aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mustafa. Ha, sochlaringizga bo'laman. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Charchamayapsizmi? Zo'r. O'zi zo'rmi? Xudoga shukr. Yashaylar borlar, Xudoga shukr. O'zi qanday? Zo'r, Allohga shukr. Bir kiysangiz, Umidjonga bir ikkita kiyim olib kelganda shunga. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Yuringlar qani? Chiqing qani? Chiq. Ras aka. Keling bitta. Keling.
Bojadi. Bojadi nima? Kiyintiramiz. Kiyintiradi. Burtayda ishton bormi? Ich. Ha, nima farqi bor? Oshing halol bo'lsa ko'chaga yedigan. To'g'rimi? Davay yeching, Trikosi borku mana. Jinsilarni qara. Oh. Yek! Ketasiz. Ha, yo bo'ldi, bunda unisini ber, qishqisini ber. Mana buni qara, kurtkalarni qara. Uni qara. Bugun seni Alonga olib boraman, parkka aylantirishga. Buni kiy. Hali birdan kiyilmaydi. Yo, mayli, bu kiyuradi. Qo'ling urma. Buni qara. Buri. Bo'ladi. Yuvinib kiyadi, buni qara. Import buni qara. Kapchonkalari bilan. Kapchonkalari bor, buni qara. Ishtonlari bilan ishtonlar bor ekan. Buni qara, Umidjon, buni qara. Ikkovi bir xil bo'ldingmi? Ana. Komplekt. Ana shuni kiyasan bugun. Parkka borib aylanib kelamiz. Senga bir qiz oqtaramiz, kelin. Shularganingni uylanaman desang bo'ldi. Olib beramiz. Ana bo'ladimi? Rahmat de. Baraka toping. Ishlaringizga ming bo'lsin. Buni o'qirib o'tirmasana. Kiyinsa yaxshi bo'ladi-da, yurtdoshlar ko'rishadi-da. Qani qo'lingni yuvibda yubkani suv. Kiysin oldir kiydi. 40 TL ki batto bo'lmayman. Oshani kiysin ustida. Shatel kiyda. Kiyda qo'lingni yubkida bitta kis. Darrov perchatka kiysak ham qo'ling sal raso bo'ladi. Bizaniki mana top-toza. Tez mayli fatilga suv bor. Tez. Tez bu poyez kelib ketamiz. Negativlarni yozishadi, albatta. Yozsa yozaversin. Nima eski kiyimni olib kelding? Nima bunday Yangisi bu qanday eski bu? Yangi mana. Agar menga bo'lsa o'zim kiyib oladim. Bo'lmaydi menga. Yangi kulba kelgan. Nima kelgan? Mana. Kiyadi. Baraka toping. Ana shu ikkovini kiydiring nimasi bilan? Bo'ldi, hozir shu turish borsin, parkka borib luba qiz tiyaman deydi. Sochlarni oldirsa ekan. Sochlarni yuvib, tarab qo'yamiz. Salonga olib kiraman mayli. Ana. Shugur. Kuyov bola bo'ladi-da. Shunday. Kiyov jo'ra bor. Kim kuyov jo'ra? Bo'lasizmi? Siz bilaysiz. Bitta bo'lmaymi kuyov jo'ra? Bitta hozir. Like bilan bosinglar, yurtdoshlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Malades, baraka toping. Birizga mindirsa iloh. Keling mana. Qo'ling arq bunday qilib. Ana. Ki. Mana yo'q endi qo'y. Mana ki. Mana yo'q kiyimni qarang. Qishni yo'q. Buni yozga kiyadi, kiyib ko'rsin. Kiy. Shlab turingda siz. Nima? O'ziniki ekan mana. Uni stol ustiga o'tir, ana shu. Ki qilma. Mana kirazotga. Shlab turing uni. Qilmaysan, men bu stol. O'zi buni qarang. Buni qara. Anosi ham kiydiring, yufri ham bor ekan. Kurtkani iching. Buraya da yetib keyish kerak endi. Ha, kiyadi, Kechga kiyadi, hozir bu rabotchini. Buni ich. Chapa kiygan yo'q. Bu to'g'rilarni To'xtang. Bunday ko'tariladi. Mana bunda aqalarni to'g'ri kiydi. ana, Umidjon молодец. Mana. Ana, bularni desam bo'lmaydi deydi-da bular. Mana. Samotlar o'tkazing Umidjon. Mana buni kiyasiz bugun. Kiying buni. Mana. Pulingizni bering. Hech kim tanimaydi buni mana. Mana hozir 10 minutga ko'rasizlar qanday shu kiyim bilan ishlaydi. Oyoq kiyim ham olib kiysin. Qanaqalaydi hozir. Yo'q, kiymaydi buni ichadi hozir. Ana shunday kiyinasan, ana shunday yurasan. Tushundingmi? Akkuratni bu. Ana. Buyur. Ana. Kimdi bu? Kimdi bu? Ana bilmayman. Kimdi bu? Kiyinjan, krasovkani kiy. Gucci ekan. Katta bo'lsa menga berasan.
Kichkinasi bo'lsa buni kiyasiz. Mana, bu ham yangi, buni qarab. Bo'ladi ana. Bo'lmaygan. Bittasini kiysin. To'xtang. Ana shu moddani kiyib boradi-da, Turibdi, sigirdan. uni nima kiygan? Mana buni kiyib. Yeding kabla. Bir batinka ham kiyishni bilmaydi. Ey! Lastik deganda. Bo'ldi. Ikkala patkani bo'lib Ana bo'ldi. Bo'ldimi? Ismadimi? Omad qalo yani. Sizda ham havas ketibdi, pochcha. Voy voy. Pochcha qom. Hey. Suring ya. Sur. Nas ikka ya. Lastik deganda. İçemem nas. Ich. İçsin. Gich ya. Ana shusini yez, bunisi qolaversin. Yehe, qalin nas ketdi bu. Ana endi biladi. buni keyin bu yoqqa tayla naskini. Endi o'zi kiyaman. Qani? Ana. Umid ketdi safarga. O mana. Mana bunday qilib kiyiladi buni. Umidjonim o'lmasin. Ana. Mana bir şey. Maki o'tirmayki mana. To'xtada bunday. Bunday qilamiz. Buni Menga qara. boshqasi ham bordiki, biz o'zgartgan o'shani. Ana. Ko'p. Mana. Qara. Mana. O молодец Emil. Mana biz ham buni kiygan. Marqa qara bu yoqqa mana. Rasmga tushaylik. Bunday qilib. Qarab Emil sana. Qo'ling Bitta undan. duo qiling. Amin deng. Annem. Islom akam ishlari yurishib ketsin. Sistem efendi. Ishlari yurishib ketsin. Katta bloger bo'lib ketsin. Yasha ana. Rahmat. Cho'bini loy toshi. Ha. Bor gap borki. Umid. Sen tanımayın. Islom. Ketdimmi? Ana. İşlemeydi mi? Yok, burgadir bu. Ha, kattaman bir. Ha, bo'ldi. Va sabr. Qo'ling loy ketdi. Hayır, bütün ben böyle. Ben şu ishlab turmaydi. Beşsiz işletirsin ne? O'lmaysizlar. Oyunda ki. Zaten ben var. Men boshqalarniki manda. Hay, men burgadir kedi. Ben korkma. Burgat bu, boshqa. Mana. Ishla. İşe. Kecha ishlamay. Kesi böyle. Yaram ichma shapkani. Sochini oldirish kerak-da. Bitta bugun anaviga olib boramiz. Soch soqqonlarni, ha. Soqqonlarni olib